Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi darsimiz bizlarda o'sha o'rta asrlar va uyg'onish davri psixologik qarashlari bu aynan Yevropa mamlakatlari nuqtai nazaridan, ya'ni Yevropada o'rta asrlar va uyg'onish davri psixologik qarashlari. Rejada demak dastlabki davrlarda, endi antik davrdan keyin o'sha ilk o'rta asrlar psixologik qarashlarini o'ziga xosliklari bu yerda yoritib o'tiladi va undan keyin esa bevosita yangi davr psixologiyasi rivojlanishi bu yerda ko'zda tutilgan. Ya'ni ikkita mavzuyimiz bu yerda slaydlarimizda e, ochiqlanganini ko'rishimiz mumkin. Hop, bu yerda insoniyat taraqqiyoti o'sha davrdagi yetuk allomalar, mutafakkirlarni inson ruhiyati, inson psixikasi, psixologiyasiga oid qarashlarini ham demak o'zgartirib borganligini guvohi bo'lamiz. Psixologiya tarixini o'zlashtirish mobaynida va undagi bugungi kunga yaqin bo'lgan psixologik qarashlarni ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, dastlabki davrlarda psixologiyani sof falsafa tarkibida ko'rgan bo'lamiz va bu o'sha Aristotel, Platon, Demokrit, Anaksimen, Suqrotlarni qarashlaridagi o'sha Yevropa, ya'ni o'sha aynan Gretsiya, Yunon faylasuфlari tomonidan bildirilgan fikrlarni ko'rsak, keyingi davrlarda aynan shu hududlardagi qarashlar bilan o'zgargan jihatlarni hozir ajratib olamiz. Ya'ni birinchi davrda o'sha falsafa fani tarkibida, antik davrda insonni ruhiyatini, psixologik xususiyatlar asosini tabiat falsafasi doirasida jonli tuzilishi, idrok, his, xotira kabi jarayonlar bilan bog'liq holda o'rganganligi. Mana misol uchun Demokritni o'sha insonni ruhi bu olov yoki bo'lmasa Anaksimen aytganidek siyraklashgan bu havo ko'rinishida atomdan iborat degan ko'rinishlar o'sha tabiat bilan inson ruhini bus-butunlik da ko'rganligidan dalolat beradi. Garchi u inson ruhiyati haqida konkret fikr xulosalar bo'lsa-da, uni tabiat bilan hamohanglikda, bog'liqlikda bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'rta asrlar davriga kelib bu masalalar bir qancha diniy, ma'naviy kontekstda, ya'ni inson ruhini Xudo bilan munosabati orqali talqin qilishni boshladi. Bu davr boshqa, misol uchun olam va odam munosabatlari o'rta kesimida ko'rilgan bo'lsa, keyingi davrda o'sha psixologiya, teologiyani tarkibi qismi sifatida ko'rish mumkin. Inson ruhiy hayoti endi mustaqil ilmiy tadqiqot obyekti emas, bu balki ilohiyotni bir yo'nalish sifatida qaraldi bu davrga kelib. Ruhiy jarayonlar, bularga o'sha his-tuyg'ular u davrdagi ilg'or fikr vakillarini qiziqtirgan irodaviy jarayonlar, tafakkur jarayonlari, bularni hammasi insonni Xudoga yaqinlashish yoki uzoqlashish jarayoni sifatida qaralgan. Misol uchun biz ayniqsa his-tuyg'ularni insonlar o'rtasida bugungi e, yoki bo'lmasa qanaqadir atrof olamga munosabat sifatida ko'rsak, u davrda faqatgina bir yo'nalish. Bu ham bo'lsa Xudoga yaqinlashish yoki uzoqlashish jarayoni sifatida talqin etilgan iroda va tafakkurni ham xuddi shu nuqtai nazarda ko'rish mumkin. Bular sof teologik nuqtai nazardanligini ko'rish mumkin. Ruhiy hayotni axloqiy yo'nalishi. Hop, psixologik qarashlarni asosiy e'tibor ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi ichki kurash yoki bo'lmasa gunoh yoki bo'lmasa qanaqadir poklanish kabi tushunchalarga qaratilgan. Ya'ni insonni psixologik holati uning ma'naviy ko'rsatkichi sifatida baholanganini bu yerda ko'rish mumkin. Hop, yana bir o'rta asrlar o'sha Yevropasiga xos bo'lgan bo'rtib chiqqan bir xususiyat shaxsni irodaviy xususiyati, ya'ni irodani ustuvorligiga ahamiyat berganligi. Antik davrda aql eng oliy qobiliyat bo'lsa, insonni ruhiyati anglashlilik, tushunishlilik jihati birlamchi. Eng oliy qobiliyat deb hisoblangan bo'lsa, Avgustin davri, ya'ni o'rta asrlarga kelib, iroda voluntas deb keladi adabiyotlarda uni ilmiy jihatdan. Iroda insonni asosiy ruhiy kuchi sifatida ilgari surildi bu davrga kelib, o'rta asrlardan. Chunki iroda insonni yovuzlikdan chetlatib turadi deydi. Birorta bir
e, taqiqlangan, qilinishi mumkin bo'lmagan, gunoh sanalgan ishlarni tark etishdagi asosiy kuch sifatida insonni aqli emas, irodasi deb bu yerda belgilaydi. Xudoga yo'naltiruvchi ichki qat'iy kuch sifatida buni ko'rsatganini ko'rishimiz mumkin. Va bundan tashqari yana bu davrda o'ziga xosliklaridan biri bu introspeksiya hisoblanadi. Introspeksiya e, bizda bu o'z-o'zini kuzatish jihati hisoblanadi. Ya'ni kuzatishni ichki va tashqi jihatlari mavjud. Agar biz e, psixologiya tadqiqot metodi sifatida kuzatishni ko'radigan bo'lsak, e, aynan ichki kuzatish, ya'ni o'z-o'zini kuzatish bu introspeksiya eng avvalgi birlamchi metodlardan biri sifatida bu yerda namoyon bo'lgan. Avgustin, o'sha Avgustin uh, insonni, odamni ruhiyatini bilishning eng to'g'ri yo'li bu ichki tajribani kuzatish deb biladi. Bunda o'z qalbini tahlil qilish deb hisoblaydi. Bu yondashuv keyinchalik psixologiyada subyektiv introspeksiya metodi sifatida shakllanadi. Misol uchun o'zini o'zi tushunishlilik, anglashlilik, undagi barcha xususiyat, xislatlarni tahlil qilishda Avgustin tar- uh, tavsiya qilgan asosiy metod bu o'sha introspeksiya metodi hisoblanadi. Keyingisi neoplatonizmning ta'siri. Ya'ni bu yerda bir qancha qarama qarshi tushunchalarda, ya'ni yovuzlik, ezgulik, ruh va tanani qarama qarshiliklari haqida g'oyalar o'sha Platonni e, dualizmida ham mavjud edi. Ya'ni Platon o'sha dastlabki dualizmni, ya'ni ikki yoqlama qarash, ikki mustaqil fikrni asos sifatida shakllantirib o'zini qarashlarini bergan bo'lsa, Platon ta'limotlari asosida diniy shaklga keltiriladi. Ruh jismdan ustun, ammo u tanadan tozalangandagina Xudo bilan birlasha oladi, deyapti. Ya'ni ruhiyat va tana ikkita qism solishtirganda ruh albatta tanadan ustun sifatida ajratyapti. Lekin u tanadan tozalansagina u Xudo bilan birlashadi, yaqinlashadi mazmundagi qarashlar ko'rish mumkin. Endi bu yerda o'rta asrlarda o'ziga xos bo'lgan bir jihat mavjud. Bu ham bo'lsa ilk shaxs psixologiyasi unsurlari hisoblanadi. İlk shaxs psixologiyasi unsurlarida bu yerda Avgustin tajribalari, qarashlari o'rta asrlarda yaqqol ajralib turadi. U o'zini iqrornoma deb birinchi, endi o'zbek tilida tarjimada shunaqa nom bilan tarjima qilinadi. Tasdiqlash, iqrornoma ma'nosida birinchi bo'lib insonni ichki kechinmalarini, hissiy bir-biriga qarama-qarshilik ziddiyatlarini, ma'naviy iztiroblarni tahlil qilgan. U davrgacha bo'lgan psixologik qarashlar, fikrlarda bu narsani uchratmaymiz. Aynan Avgustin davriga kelib, o'zini asarida shaxs o'zi kechirayotgan iztirob, hissiy bu yerdagi qarama qarshiliklar, umumiy hissiy jihatlarga to'xtalib ma'naviy iztiroblarini demak keng yoritib beradi. Bu aslida shaxs psixologiyasining ilk namunasi hisoblanadi psixologiya tarixida. Shuning uchun ham biz shaxs psixologiyasi unsurlarida dastlabkisi deb o'sha Avgustinni qarashlarini, asaridagi qarashlarini bu yerda keltirib o'tdik. Endi bu Avgustinni qarashlarini bu yerda yana ham ichiga kirib yorqinroq tasavvur qilish uchun birinchi navbatda o'zini asarlarida bir jihatga urg'u beradi. Ya'ni o'shani o'zini zamonasiga xos bo'lgan bir jihat, ya'ni bu davrda e, ong xususiyatidan ko'ra, aql xususiyatidan ko'ra shaxsda irodani ustun qo'yganlik jihati bo'lgan bu davrda. Mana shu nuqtai nazardan endi Avgustin o'sha o'rta asr nasroniy falsafasining eng yirik vakillaridan bo'lgan, ya'ni u bir vaqtni o'zida diniy yo'nalishdagi bir shaxs sifatida namoyon bo'ladi va o'shalar orqali insonni psixologik xususiyati, ruhiy olamiga xos bo'lgan bir qarashlarni yaratishga o'zini qo'shgan olimlardan biri hisoblanadi. Uni endi fikricha inson tabiati markazida iroda turadi, ya'ni boya bizlar tasniflab o'tdik.
antik davrga xos qarashlarda insonni ongi, uni ruhiyatiga xos xususiyatlar birlamchi bo'ladigan bo'lsa, o'rta asrlarda shaxsni iroda xususiyatlari birinchi, ya'ni markaziy o'ringa chiqariladi. Bu yerda Avgustinni qarashlarida ham buni ko'rishimiz mumkin. U nafaqat aql, balki hissiyotni boshqaradi. Ya'ni irodani bu yerda tasvirlayaptiki, bizni aqlimizni va hissiyotlarimizni boshqaradigan kuch. Bundan tashqari u insonni axloqiy tanlovi va Xudoga yo'nalishni asosiy manbai hisoblanadi deb o'sha irodaviy xususiyatlarini bu yerda ajratib ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari biz o'sha antik davr va o'rta asrlardagi psixologik qarashlarni bir-biriga yaqin qismini ham ko'rishimiz mumkin. Bular mutlaqo bir-biriga zid bo'lmagan, ya'ni boya aytganimizdek tushunchalar o'zgargan bo'lsa-da, lekin bu yerda o'sha inson ruhini tasvirlayotganda din omilini bu yerda ham ajralmagan holda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan mana bu o'rta asrlardagi psixologik qarashlarni yirik deymizmi yoki bo'lmasa muhim qarashlardan biri sifatida Avgustinni qarashlarini oladigan bo'lsak, u xotira, aql, irodadan iborat ruhni ko'rsatadi va bu uchlik Xudoni timsolida muqaddas uchlik, otani, o'g'ilni, muqaddas ruhni ramzi, inkosi sifatida talqin etadi. Ya'ni biz boshida aytdik, Avgustin o'zi din peshvolari sifatida bu yerda talqin etiladi, ya'ni xristian dinni vakili sifatida. Bu yerda insondagi uchta ruhni, xotira, aql, irodani bir narsaga, ya'ni o'sha muqaddas ruhga birlashishni ramzi sifatida bu yerda talqin etadi. Shaxsni ruhiy barkamolligi aynan irodani tozaligi va Xudoga yo'nalganligi bilan bu yerda belgilanadi deb tasvirlab o'tganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bundan tashqari o'rta asrlarda inson ruhiyati, psixologiyaga oid juda ko'plab qarashlarni bizlar uchratishimiz mumkin. Bu qarashlarni qo'shimcha tarzda o'sha modulga joylashtiriladigan adabiyotlarimizdan, ma'lumotlarimizdan o'qib olishingiz kerak bo'ladi va u yerda joylashtirilgan topshiriqlar asosida bilimlarni mustahkamlab, yana ham boyitib olishingiz kerak bo'ladi.